Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan oxir raqamli davomini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda 0, 1, 5, 6 sonlarning istalgan natural darajasi har doim shu sonlarni o'zi bilan tugaydi. Ya'ni 1 ning istalgan darajasi 1 bilan, 5 istalgan darajasi 5 bilan, 6 va 0 ning ham istalgan darajasi shu raqamlar bilan tugaydi. Demak, bunga doir misolni ko'radigan bo'lsak, misol uchun 2020 ni 2020 darajasining oxirgi raqamini topgansiz. Demak, 0 ning istalgan darajasi 0 bilan tugaydi. Xo'p, qo'lchi holatda misol uchun 225 ni misol uchun bizda 37-darajasi bo'lsa, 5 ning ham istalgan darajasi 5 bilan. Qo'lchi holatda misol uchun bizda 2026 ni 2026-sini 2026-darajasini 1399 bo'lsin. Xo'p, demak, 6 ning istalgan darajasi 6 bilan tugagandek, bu misolimizda ham javobi, ya'ni bu misolimiz ham 6 bilan tugaydi. Xo'p, yig'indagi dor ko'radigan bo'lsak, hop, 35 ning 25-si qo'shilgan 11 ning 27-si va qo'shilgan misol uchun 100 ning 100-darajasi. Hop, yig'indining oxirgi raqamini toping degan savol kelsa. Demak, 5 ning istalgan darajasi 5 bilan plus 1 ning istalgan darajasi 1 bilan va 0 da ham 0 bilan yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, yig'indining oxirgi raqami 6 bilan tugaydi. Hop, hurmatli o'quvchilar, mavzuga doir sizlarga savol. Hop, 2026 ni hop 100-darajasi qo'shilgan 2011 7-darajasi va qo'shilgan 5555 hop 100-darajasi. Yig'indining oxirgi raqamini toping. Javoblaringizni izohlarda qoldiring.